Assalomu alaykum Pichoqchi kanali obunachilari. Bugungi o'ta ham chiroyli bitta go'zal naburimiz tayyor. Hop, buning ichida 4 ta pichoq, bitta nusat va bitta boltasi bor. Boltamiz og'irligi 1 kg 200. Shunaqa rasmlar tushirib beramiz. Hisoblari ham juda ham mo'shniy bo'lib ishlangan. Ko'rishlaringiz mumkin, suvaylariga qaytmaydi boltasi. Hop, birinchi pichog'i teriladigan pichog'i. Soplari tabiiy yong'oqdan, tig'lari pachinli obuymadan. Hop, ikkinchi pichog'i. Bu ikkinchi pichog'i ham go'sht maydalaydigan. Bu ham xuddi shunaqa, soplari yong'oq, tig'lari pachinlidan. Orqasiga Muhammad Mustafoga sovg'a deb yozib berdik. Hop, uchinchi pichog'i 22 sm uzunlikdagi pichoq, eng sizi pichog'i. Bu ham xuddi shunaqa, soplari yong'oqdan, tig'lari pachinlidan yasalgan. To'rtinchi pichog'i eng katta bo'g'izlaydigan pichog'i deyiladi. 25 sm tig'i, soplari yong'oqdan, pachinlidan yasalgan. Oxirgisi muskat. Muskatni ham chiroyli yasalgan. Aniqrog'i quyma fabrishniy muskatlardan. Shuni hammasi narxi $100. Kimga kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar.